Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en esil mediheler, alemlerinin yaratquchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitabının davamını sunumuz. İslamның asas prensipleri. Sual. İslamның asas prensipleri qaysilar? İslamның asasi prensipleri tövendikiçe. Birinci. Allah Teala'dan başka itiqad qilishqa, ibadet qilishqa ve boysunishqa loyiq bo'lgan hech bir iloh yo'qligiga. Muhammed Aleyhisselamның insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah Teala tarafidan avatilgan barhaq payg'ambar ekanligi için ishinib uningga guvohlik berish. İkinci. Her günü 5 vaqt namozni İslam dinida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilish. Üçüncü. Yılda bir ay Ramazan ro'zasini tutish. Dördüncü. Pul mali zakat berish o'lchamiga yetsa, yilda bir qatim pul malining zakatini ayirish. Beşinci. İqtisodiy yetarlik bo'lib qudrati yetsa, umri ichida bir qatim Baytullohga berib haj tavob qilish. İslamның yuqorqi 5 cho'ng asosiy prinsipiga amal qilgan odam musulmon deb ataladi. Payg'ambar alayhissalom islomni bayon qilib mundaq deydi: İslam Allohdan boshqa ibodatga haqli bo'lgan iloh yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning haq elchisi ekanligiga guvohlik berish, namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish va qudrati yetsa Baytullohni haj qilishdan iborat. İslamның iman ve amel bilen bo'lgan munosabati. Sual. İslamның iman ve amel bilen bo'lgan munosabati nima? Javob. İslamның iman ve amel bilen bo'lgan munosabati bir-birini to'liqlaydigan, bir-biridan ayrilanmaydigan zich bağlanışlıq munosabatdir. İslam iman ve amel demektir. Çünkü iman itiqadga, amel şeriatga vakillik qiladi. İtiqad bilen şeriat ikkisi birlikte İslamga vakillik qiladi. Şuna Qur'oni Kerimde iman hamisha yaxshi amallar bilan birlikte bayon qilingan. Allah Teala İslamның iman ve amelden ibaret ekanligini bayon qilib mundaq deydi: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vudda. Yani şeksiz ki iman etip yaxshi amallarni qilganlar uchun Allah ularning dillarida muhabbet paydo qiladi. Aniqki dillarda muhabbatning paydo bo'lishi İslamның alomatidir. Allah Teala oxiratda jannatni qozonish faqat İslamның, ya'ni iman etish va yaxshi amallarni qilishning natijasi ekanligini bayon qilib mundaq deydi: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennatul firdevsi nuzula. Khalidine fiha la yebğuna anha hivala. Yani iman etip yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning manzilgohi Firdevs jannatlar bo'ladi. U yerda mangu qoladi. Uningdan ayrilishni xohlamaydi. Savol. Kishilar islom diniga qanday kiradi? Javob. Kishilar islom diniga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir degan kelime tayyibani ma'nisini bilib o'qib, onunga ishinib, iqror qilish bilan kiradi. Kelime tayyibining ma'nisi va ahamiyati. Sual. Bu kelimening ma'nisi nima? Javob. Bu kelimening ma'nisi Allah Teala'dan boshqa ibodatga haqli bo'lgan haqiqiy iloh yo'q. Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın elçisi ve barhaq payg'ambari deganlikdir. Bu kelime iman ve İslamның ma'nilarini o'z ichiga olgan intayin ixcham bir kelime bo'lganlikdan kishilar islom diniga kirishda oldi bilan ulardan mush kelime talab qilinadi. Payg'ambar alayhissalom kelime tayyibi haqida mundaq deydi: Kimiki Allohdan boshqa ma'budlarni inkor qilib, chin dilidan la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deydigan, uning burun qilgan gunohlari kechirim qilinadi. Onun mal-mülki ve cini qo'g'diladi. Onun haqiqiy iman etgan yoki aldamchilik qilganligining hisobi Allohgadir. Savol. Kelime tayyibining fazilati nima?
Kelime tayyiba har qanday kishi uning ma'nisiga iqror qilib, ko'nglidan tasdiq va qabul qilish bilan musulmon bo'ladigan va uningga inkor qilish bilan musulmonlikning chek-chegarasidan chiqib ketadigan birdan-bir ahamiyatli kalimadir. Chunki islom dinining shuari va ruhi la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q deganlikdan iborat bo'lib, buni qabul qilib iqror va tasdiq qilgan kishi islom dinining asosiy maqsadini o'rinlagan bo'ladi. Muhammadur Rasululloh, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohning barhaq payg'ambari deb e'tirof qilib guvohlik berish bo'lsa, la ilaha illalloh degan shahodatni to'liqlaganlikdir. Bu ikki shahodat, ya'ni kalima tayyiba, islom dinining ruhi bo'g'inining sirtida bütün amal ibodatlarning durustligi va Alloh taolaning dargohida qabul bo'lishining kapolatidir. Chunki Alloh taolaga ixlos qilmasdan va Muhammad alayhissalomning yo'liga ergashmasdan qilingan amal ibodatlar hargiz qabul bo'lmaydi. Alloh taolaga chin ixlos qilish bilan la ilaha illalloh degan shahodat o'rindaladi. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qilib, uning yo'liga haqiqiy ravishda izchil ergashish bilan Muhammadur Rasululloh degan shahodat o'z ifodasini topadi. Oxiratda azobdan saqlanish va jannatga erishish uchun kapolat qiluvchimi birdan-bir kalima tayyibadir. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va barhaq payg'ambaridir deb chin qalbidan ishonib, guvohlik bergan har qanday odam uchun Alloh do'zaxni harom qildi. Kelime tayyibining foydalari qaysilar? Kelime tayyibining foydalari intayin ko'p bo'lib, kelime tayyibining eng cho'ng foydasi kishilarni maxluqotga cho'qinishning qo'lliqidan va payg'ambarlarning boshqasiga ergashishning halokatlaridan qutuldirib, bir Allohga e'tiqod va ibodat qilishdek to'g'ri yo'lga yetaklash orqali ularni ikki olamda baxtli qilishdan iboratdir. Qanday kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi? Yuqorqi 6 iymonga, uningdan boshqa Qur'oni Karim va sahih hadislar orqali iymon keltirishga buyurilgan butun masalalarga chin ishonib iymon keltirgan va islom dinida buyurilgan jami ahkamlarni qabul qilib amal qilgan kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi. Alloh taolo haqiqiy mu'minlar to'g'risida mundaq deydi: Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Ya'ni shubhisizki haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchilardir. İslam dini kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamaydi. Savol: İslam dini kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamdi. İslam dini kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlashni qat'iy rad qiladi. İslam dinining kishilarni Alloh taologa da'vat qilishdagi birdan-bir usuli avval islomning mohiyatini kishilarga to'liq bayon qilish va Qur'oni Karimni ularga tushuntirib o'qib berish. Uningdan keyin ularni xolis islomni qabul qilish, xolisa tark etish ixtiyori bilan o'z holiga qo'yib etishdan iborat. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga kishilarni dinga da'vat qilishning usulini ta'lim berib mundaq deydi: "Va Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Ya'ni Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib tushirdik. Uni tadrijiy tushirdik. Ya'ni xolisanglar iymon etinglar, xolisanglar kufrli holatinglar bilan qilinglar. Sizlarga o'zinglar xohlamagan bir e'tiqodni tengish yo'q deganlikdir. Islom dini kishilarni uningga kirishga hech vaqt zo'rlagan emas va zo'rlamaydi. Balki kishilarni musulmon bo'lishga chiroyliqcha da'vat qiladi. Chunki islom dini bir narsaga ishonadiki, u bo'lsa-mu islom dinining haqligi, ta'limotlarning ilg'orligi va qonun prinsiplarining odilligidir. Alloh taolo mundaq deydi: La ikraha fid-dini qad tabayyana ar-rushdu minal-ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil-wuthqa la infisama laha. Ya'ni dinda zo'rlash yo'q. Hidoyat azg'unlikdan aniq ayrildi. Kimki tag'ut, ya'ni saxta ilohlarni inkor qilib Allohga iymon aytadigan,
u sunmas mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Qur'oni Karimning ta'limoti musulmonlar kuffarlarga g'olib kelgan chaqladimi, ularni diniga kirishga zo'rlashni qat'iy rad qiladi. Bu haqda Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga mundaq degan: "Va in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamalloh, thumma ablighu ma'mana." Ya'ni agar mushriklardan bir kishi sendan amonlik tilasa, toki u Allohning kalomini tushunib anglaganga qadar uningga amonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli amon topadigan joyga yetkazib qo'ygan. İmanның kam ziyoda bo'lishi. Savol: iymon kam ziyoda bo'lamdi? Javob: iymon kam ziyoda bo'ladi. Alloh taoloni yod etish va yaxshi amallarni qilish bilan iymon ziyodalashadi va kuchayadi. Alloh taoloni unutish va gunoh yomon ishlarni qilish bilan iymon naqslashadi va ojizlashadi. Mana bu iymonning kam ziyoda bo'lganidir. Alloh taolo mundaq deydi: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني müminler fakat Allah yad etilse yürekleri titreydigan. Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydigan. Rabbiga yülenip işenç bağlaydigan kişilerdir. İman Allah Teala'nın zikri bilen küçüydü ve onundan gafil qilish bilen acizleşidi. Allah Teala imanның yaxshi amallar bilen ziyodalashadiganligi to'g'riliq yana mundaq deydi: "Huvallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Yani Allah müminlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun ularning dillariga temkinlikni tushirgan zotdir.